Yotishdan oldin prostina, pokrivallarimizda parnoy dazmolda dazmol qilayotinglar deymiz. Nimaga? Sinamoqqa mana tinglovchilarimiz ko'rib turgan bo'lsa, o'sha yotgan joyingizda bitta sochingizni oling, klinka paketchaga solib, bir laboratoriyaga olib boring. Mikroskopi bor joyga borib, pulni bering, shuni ko'rib berding. 10 ming barobar, 20 ming barobar harigini sochni kattaytirganda sochimizda nimalar bo'ladi? Shaffof rangdagi havo kanachalari bo'ladi. Bu mana ko'pchilik aytadi, yaxshi uxlolmayman domla, ertalab turishga qiynalaman, xuddi ko'rpaga yopishib bo'lgandek bo'laman, energiya olmayman. Lekin uxlamadim deydi, 12 soat uxladi, hurrak otishi mumkin. Lekin ertalab turishga qiynaladi. Nima hisobiga? O'sha bizning yotoq joylarimizda shaffof rangdagi havo kanachalari bosib ketgan. Uni mikroskopda ko'rinadi. U go'sht yemaydi, qon so'rmaydi, u sizni energiyangizni so'radi. Yo'q-e? Bu laboratoriya tekshirib o'tgan narsa. Endi sinamoqqa mana tinglovchilarimiz bugun yotishdan oldin parday dazmol bo'lmasa oddiy dazmol ham bo'laveradi. Hali suv purkatib bitta dazmol qilib bitta uxlab ko'ring. 5 soatda ko'zingiz chirkita ochadi, shu quvvat bilan uyg'onasiz.